Borsam edi Makka tomon, onam qo'lin ushlab borsam, ko'chalarin sayr etib, Allohimga shukr aytsam. Kabatulloh yoniga borib namozimni o'qib olsam, kabutarlar uchib yurgan ko'chalarda turib qolsam. Allohim nasib etgin, onam qo'lin ushlab boray, ko'zda yoshim niyat ila Ka'ba yonida turib qolay. Nasib etsin barchamizga Makka, Madinaga bormoqlikni, qarindoshu do'st yorim birga borib, ko'chalarda sayr etib tavof qilmoqlikni.